Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara. Hozir bu ikkita klon emas. Birinchisi Bodol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balki hozirdadir, balki tashqarida. Chunki qaysi joydan yo'q. Uchun mana qara. Ko'rdingizmi o'zi kadrni? Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Hayatdan chaqirdik semiz. Chaqirma, bilmaydi. Pumba. Ukun chaqirmadi bizga. Qanaqa keladi? Может, bizni chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Mana bu qiz bola klonni bizni chaqirmagandik-ku. Shoy, bitta tundim uchta klon. Nima bu? Men qizi bo'lmasa do'stlar edi. Bu уже Darknet'da keyingi qismida Darknet 6 qism bo'lgan. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 100 ming like kerak. Va shundan keyin Darknet'da keyingi qismi chiqadi va ikkinchi tesa hozir menga yepingi sveji 20 man aytganim qo'shimcha yo'q bo'ladi. Shunday aytganimni va men bo'lishim qara. Vaziyatga so'zini qarash kerak. Qara. Gap pasti, ko'zi o'qigan, to'g'rimi? Hop, ikki klon yig'loqda da qarasangiz yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gukur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu semiz ismi Pumba. Pumba klon keldi. Endi baqa. Mana asosan eng qiziq u hozir uning ichida. Eng qiziq chiqmagan pasti. Kim? Ben teşekkürler mana shunda. Hop. Yibrat. Ana Sims klon bilan birga kelgan Gambit. Gambit deganingiz sizsiz? Ha. Bilaman, bizning klonimiz tashqaridan kameramiz yo'q. Voy, bilak, zo'rlarsa bormaydi. Oching seni. Nima? O'yinchoq nega? O'yinchoq. Voy, ikkinchi o'yinchoq o'tirdi ham. Ko'rdi. Bu mayli bu pastiga kel. Bilasiz-mi? Bu gitib chaqirdik. O'yla gap degan qaraylar. Hardan gapyapsiz. Ben aytdim qildim. Mana asasan o'yinchoq sanga mana. Hop. Aslında bu o'yinchoqni nima qilish kerakmi? Bu o'yinchoqlar yoruvdi, to'g'rimi? Shoshma. Yetilgan joy turibdi. Yetilgan ish. O'yinchoq nimada? Yetilgan narsa shu. Da. Yo'lmayo. O'zmi? Sassiq lekin anaqa narsa. Eshikam bor ekan, bo'yin bosadigan anaqa manjumni qilib qo'yib. Men o'tiradi. Nima qilamiz bu? Balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Может, kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Hop, qarang, mana bu qanaqadir bu bilganasiga o'xshaydi. Chiqmasmi bu? Balki kerak eslab ko'rchi. Mana ishni baland qilib balki ko'p qolmasin. Hop. Ana, aytdim-ku. Hop. Pastda bu haqida yo'q, buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni qo'llarda bo'lgan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Bu nimaga kerak o'ziga? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, bilasiz. To'g'risan-ya. Aka. Hop, qaysi klonni suv borgan endi? Pastda klon bizdan tuzog'imiz, to'g'rimi? Mashaqqatda bo'lgan tosh o'ylaymi o'zini? Hozir suyuqlik yo'q edi. Qara lekin bu katta semiz klon. Shuni bitta tashlanamiz, tap olamiz. Chunki qanaqadir o'zimizdan bo'lishimiz. Teskariga ketsa ulgurmaydi. Videoni xuddi mana shu joyda sizlarga juda yana mana shu YouTube'da qaytaman. Ketdik. Yo'q. Ondan chiqganda kompyuterga chiqarib oldingizmi siz? Chiqarib oldingizmi? Yo'q. Bu uyga chiqmaganmisiz? Bu sizga qarayapsiz balki. Do'stlar, bu joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim. Bu yoqdachi? Tashlanib qolsa ehtiyot bo'laveradi. Hech kim yo'q bu yerda. Okey. Omon tepada bo'lsa, demak, значит, tepani qaraydi o'zi. Или eshitadi, menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar qaraydi. Qo'rqinchli payt, men hozir chiqmoqchiman. Men to'g'risam gapga tushmayman. Mana hozir gapga ketdi. Voy, toshda qoldim. O'sha deb qoldim, doktor, tushmayman. Mana shu bo'yicha Zizilning o'zi gapga cho'g'ib bergan. Mana shunday bo'lishini, kitob bilan o'sha gapga ko'rsam o'xshaydi. Navoda gapga klon bo'lib qolsa ham zastavmaydi. Shundan gapga tushmayman. Xafa bo'lmayman. Semizlikni ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak sevamiz. Qanaqa prikol, qara. Ikinci qarang.
ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim uchun to'ylikdan keyin kitob qidirmaysiz. Ana endi esa bolaga ateli ko'rib chiqaman. Brat, eshikda kimdir qarab turibdi. Mamcha yana qiz bola klon keldi. Nima? Gambitdagi o'zingiz gaplashuv bilan siz yaxshi kelishasiz qiz bolani. Qarang, bola. Chiqmay, brat. Yo'q, dersana. Qani? Yo'q, o'zi. Nima qani? Yo'q, qancha? Yo'q, qani? Ketgandir, chiqdi tashqariga. O'zi aniq. Xo'sh. Mana kim o'chib qo'ydi? Temaylar, so'z qorong'i ham yo'q. Mana. Mana kim? Birga ko'raylik. Siz oldingizmi? Ha, faqat oynaning orqasida. Qani ko'raylik kadr. Qatta do'sti oyog'imizni qudib razani taqalatyapti. Qarang. Qatta mashina olib Da, o'sha yerda. Qatta, men ko'raman. yordam bergan, gapga solib ko'rish, qiz bilan avval shunaqa bo'ldi, gaplashgandan keyin hamma narsa yamnilashdi. Yo'q. Chiqing, gambitga. Brat, mama sizga o'tirib o'zinglar boringlar. Shoshilma, qo'rqma. Chiqinglar. Qayerga o'tib ketdi? Gap o'tib ketdi. Bunaqasiga. Nima bordi? Kim qotdi? Yaqinlashaylikchi. Manimcha, Goblinni o'ldirishga keldi. Goblin o'zlariga kirmoqchi bo'ldi. Qani? Nima qilyapti u? Ey, kimsan? Yo'q, nima qilyapti? Ey, sen ham chemadonni olib chiqmoqchimisan bizdan? Yo'q. Sinimizni qarang buni. Sinimiz ekan. Chiqaqmi u? Nima qilyapti? Ha? Brat. Boltasi bilan bizani cho'qirmoqchi bo'ldi. Qizlaring deydi. Bizani izdivajga bo'lyapti bu. Qizlaring deydi, uchinchi o'ylab ketdi. Bizga. O'ylik kadrga. Kimsan? Benim hiç kim yok. Yalnızmız. Otam kim oten? Otam şu qarab qo'ying. Shu o'zlari to'padi. Siz nima qilyapsiz? Men Jumadanga keldim.
Bu paytda bolalar tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. Dostlar yaxshi qo'rqib ketganman. Tashkilga tushmayman. Qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Esas holda operator ekanman emishga. Qayoqqa ketyapti? Mana shu ko'chib chiqib ketdi. Men qizni o'lib ko'chib yordamlaysiz. Bo'lmasa ko'rdingizmi? Yo'q, bu bizlarning holati, bizlarning muomalasi bo'lmaz. Bo'lmagan. Qara. Sedikit macam eksplosif ya boleh boleh ke cuma mana bagus boleh buat kita tunggu atas kiri hos boleh biasa kim yok orada kim kuşlar çıkıyor ya Mana çıkamadım. Mana. Ha? Bu nasılsınız? Araskalımız. Bu koktu. Ben çubuğumla kaçırıyorum. Ketken. Bolla saçlarına korkup yardım veremem. Namideki sürgülün olması. Kesinlikle bu işi. Yok. Oradaki çangırdı. Kurtulup oldu diye bırak. Просто olsun ki olsa bu. Gelmedi ya. Dur çıkayım. Şu kafasına giremedim nasıl? Şu kafasına giremedim. Брат, sizden misiniz? Tabii ki. Vakıfsız böyle. Брат, лучше очень.
hazırlaşasizmi?